Siniy traktorni bolaga qo'yapsizmi? Unga jimlik beryapsiz, lekin nimani olib qo'yapsiz? Farzandingiz jim, qimirlamay tikilib turibdi va siz bu jimlikni tinchlik deb o'ylayapsiz, lekin bu tinchlik emas. Bu ongni bosim ostida so'nayotgan belgisi. Bu siniy traktor. Psixologlar shuni ta'kidlaydiki, 3 yoshgacha bo'lgan bolalar haddan tashqari yorqin kontentni ko'p ko'rsa, ularni diqqatni jamlash qobiliyati rivojlanmaydi. Qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Harakatlar, so'zlar va ohanglar shablonlariga solingan kontent bola ongida ijodiy fikrlashmas, avtomatik bo'ysunishni kuchaytiradi. Bu multfilmda hikoya yo'q. Harakatlar bir xil, gaplar bir xil. Boshqacha qilib aytganda, bu kontent bolani miyasini fikrlatmaydi. Traktor juda yorqin, harakatlar haddan tashqari jadal va bu bolani ongini haddan ortiq zo'riqtiradi. Multfilmda savol yo'q, javob yo'q, muloqot yo'q. Bola faqat eshitadi, faqat qaraydi. U o'rganmaydi, u o'zini yo'qotadi. Bu multfilmda dars yo'q, muammo yo'q, yechim yo'q. Bola empatiya o'rganmayapti, faqat bo'ysunish, eslab qolish, takrorlash bo'lyapti. Bu traktor bola uchun emas, bu algoritmlar uchun. Platformaga ko'rishlar sizga jimlik, farzandingizga esa bo'sh xotira. Haqiqat shuki, bola uchun eng xavfli narsa zo'ravonlik emas, eng xavfli narsa ongsiz kontentdir.